Salom hammaga. Ko'plab takliflarga binoan bugun yana biz Magic City'damiz. Bu faqat bu safar o'g'il bolaga eksperiment bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kumush braslet sipochkamizni beramiz. Buni shartlari oddiy deya olmayman. Shu yarim donini 1 minut ichida yeyaversa, shuni kimgadir berib yuboramiz. Yutuqni aniqlashga qani ketdi. Kumush yutib olishingiz mumkin. Sipochka bilan braslet yutib olishingiz mumkin, kumush. 1 minut ichida mana shu yarim donni yeyaversangiz yutib olasiz. Yo'qmi? Yarim donni 1 minut ichida yeyaversangiz yutib olasiz. Yo'q, yarim borgan. Nega? Shu anaqa nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. Mana yutsada konkret kumush. Ha, o'zingiz tayyor. Bo'ladi. Ha, bo'ladi. 2 minut vaqt ketadi. Sekundamanga qarab bitta jentelmenimiz paydo bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Vaqt ketdi. Oh. O gap yo'q ekan. 10 sekunddan yetarli bo'ldi og'aynimizga. Voy, gap yo'q. Bo'ladi, mayli oradimi endi. Normalmi? Hali ozlarda bor, ozlarda turib qoldi. Achchiq ekanmi o'zi shirindan tanlab keldim menimcha. Achchiq ekan. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin, tillachi yigit nomidan men kumush brasletim bilan o'zim taqib ko'rganman, shaxsan o'zim taqib ko'rganman. Mana yaxshiligiga buyursa og'ayni, ismingiz nima? Saidulloh. Saidulloh, tillachi yigitga patchiga bosib qo'yasiz, garamdor yedirganimga rozi bo'ling. Bo'ldi, rahmat. Joni sog' bo'lsin. Rahmat. Gap yo'q lekin, necha sekund ketdi? Gap yo'q, 22 sekundda men buni 22 soatda ham bo'lmagan bo'lardim. Kuningiz xayrli o'tsin. O'yinimiz shu bilan tamom bo'ldi. Keyingi videolarimizda qayerda bo'lishini xohlaysizlar, kommentariyaga belgilab ketinglar. Kuningiz xayrli o'tsin.